Aka. Bo'ldi, tinchlikmi? Odam o'ldirib qo'ydi. Nimalar deyapsan, ahmoq? Qayerda bo'ldi bu ish? Orqa mahallada. Hozir orqamdan militsiya qidirib kelyapti, aka. Endi nima qilaman? Bor. Sen xonaga kirib bekin tur. Men o'ldirdim deyman. Aka, nima deyapsiz? Qamalib ketasiz-ku. Kam. Qamalsam men qamalaman. Sen o'qishlaring endi bityapti. Odamlar bilan o'yinlarning umidlari sendan katta. Bor. Kel. Aka, unaqa demang. Siz ham bolalaringiz bor-ku. Sen borsan-ku, bolalarimga o'zing qarab turasan. Aka. Hadi kechiring. Bo'ldi o'rtoq, qara. Bo'p, tog'ayni, gaplashamiz. Kechroq ko'rishamiz. Xo'p, xo'p. Mana shu o'rtog'ingga ishonch yo'q-da. Endi naqa deyapsiz, aka? Ishonchli bola bu. Sinab ko'rsang, keyin bilasan. Ha, Jasur o'rtoq, tinchlikmi? Ishxonamgacha kelibsan? Hozir tuzumsan. Qalaysan? Tinchmisan? Shikar qilib qo'ydim. Odam urib oldim, o'rtoq. Endi nima qilaman? O'rtoq, ana endi qamalasan. Men o'zim o'yladim. Muncha tez boyib ketding deb. Harom pul topgan ekansan-da. Ana endi hammasini bittada yo'qotasan. Nimalar deyapsiz, ha? Oldinga yordam so'rab keldim, og'ayni. Men nima qila olayman, o'rtoqing? Qo'y meni ham boshimga balo qo'ymagin. Sog' bo'l, o'rtoq. Akamni gapi to'g'ri chiqdi. Kebir akamni ham sinab ko'ring. Aka, sizni ham sinagandim-da. Noto'g'ri tushunmaysiz. Nima? Hazırlar. Nima qilishni bo'lgan?